karantindan so'ng Men terrorchi emasman filmini premyerasi boshlanishi sifatida balandroq ularni qarshi olamiz. Sena ular mana shu filmni suratga olish. Muhammad Ali Iskandariy barchalarimizga ma'lum va mashhur bo'ldi. Premyera muborak bo'lsin. Bilasizmi, biz kinofilmni ko'rib ulgurmasimizdan avval treylerda shunga guvoh bo'ldikki, bu kinofilm singdirar ekanmiz, to'g'rimi? Demak, ayni fursatlarda ushbu tadbirni ochib berishlik maqsadida tomonidan suratga olingan men terrorchi emasman filmni havola qilyapmiz. O'zbekiston kinematografiya agentligi buyurtmasiga ko'ra yosh ijodkorlar bilan hamkorlikda mana shu jurnalistlar mana shu tumanga o'zi topshirgan mukofotni mana shu filmni prodyuseriga Nodirbek Mo'yinovga bersak to'g'riroq bo'ladi, chunki ular juda ko'p ishlarni qildi va bu adolatli bo'ladi. Ushbu film ijrochisi prodyuser Nodir Mo'minov edilar. Chiroyli qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. O'zbekiston Aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov Muhammadayevichning vakillari Sagdullayev Jahongir Habibullayevich Mahmad